Assalomu alaykum aziz tikuvchi opa-singillarim. Bugun sizlarga mana shu yoqa haqida ozroq ma'lumot bermoqchiman. Ko'p kishi mana shu yoqalar haqida darslik so'raganligi uchun aynan mana shu yoqalar haqida ma'lumot bermoqchiman. Mana shunday yoqalarni tayyorlashdan avval eng birinchi qiladigan ishimiz bo'yin qismiga ishlov berib olishimiz kerak. Yoqamizni mana siz asos andozangizni tayyorlashdan oldin, bichayotganingizdan oldin mana shunday holatda bo'yin qismini qirqib olishingiz kerak. Qanaqa fasonda qilmoqchisiz? Bo'yini yopiqroqmi, ochiqroqmi? Yoqalarning ham turlari juda ham ko'p. Aynan shu yoqalardan foydalanib, bo'yin ochilishini ham belgilab olib, qirqib olishimiz kerak. Bo'yini yopiqroq yoqalar asosan bo'yinlari ingichka holatda uzun bo'lgan ayollarimizga juda ham chiroyli chiqib beradi. Bo'yini yo'g'on bo'lgan ayollarimiz, bo'yini juda ham kalta, yo'g'on bo'lgan ayollarimizga esa bo'yini yopiqroq yoqalarni unchalik tavsiya bermayman, chunki ularning bo'yini yo'g'onligi sababli yanada bo'yini kichikroq ko'rsatib, bo'yin qismini xunuk chiqarib beradi. O'sha uchun ham insonning qomati, bo'yiniga qarab ham siz yoqalarni modellashtirib tikishga harakat qiling. Birinchi bo'lib mana bo'yin yopiqroq holat, ya'ni yopiqroq holatda turadigan yoqalarimiz bunda bo'yin qismi ochiq holatda turmaydi. Yopiqroq stoyka yoqalarga asosan mana shunday holatda qo'yib olishimiz kerak. Mana bo'yinni yopiqroq holati qismlarida. Bunda bo'yinni mana shu ikkita orqa bilan oldini kesishgan holatdagi chiziqdan 1,5 sm, 0 dan 1,5 sm-gacha ichkariga kirib olamiz. Bo'yini yopiqroq yoqalarda. Ya'ni 0 dan umuman kirmasangiz ham bo'ladi. Kimlarda masalan bo'yinlari juda ham ingichka, ozg'in ayollarimizga aynan o'sha asos andozani chizig'ini o'zidan ham qilsangiz bo'ladi. U yopiqroq holatda turaveradi. Lekin ayrim mijozlarimizni bo'yinlari yo'g'on bo'lganligi uchun 1,5 gacha o'yib olishingiz kerak. Asosiy siz o'sha mijozingizni, klientingizni bo'yniga qarab siz bo'yin o'yingizni ochib olasiz. Masalan, mana shu joydan 1 sm o'rta hol normasini ko'rsatib beraman. 1 sm o'yganimizda orqa qismidan ana shuni yarmi, teng yarmini orqa qismidan o'yishingiz kerak. Ya'ni bu tomondan 1 sm, orqasidan ham 1 sm qilib qirqib olmang. Bunda juda ham xato, yoqangiz xunuk chiqib beradi. Keyin oldi qismini ham o'yganingizda avval bo'yin qismini necha sm o'yilgan bo'lsa, aynan o'sha holatda o'yib olasiz. 1 sm bo'lsa 1 sm, 1,5 sm bo'lsa 1,5 sm-gacha oldi qismini o'yib olasiz. Bu stoyka yoqalarda yopiqroq, bo'yin yoqalarda xuddi shunday qilib ishlov berib olasiz. Siz asos andoza bilan ishlaganingizda doim shunaqa holatda bo'yin qismini korreksiya qilgan holatda so'ng o'yib olishingiz kerak. Agar matoda bichayotgan bo'lsangiz, albatta matoda ham mana shu joylarini tenglashtirib, chiroyli qilib, akkuratni qilib korreksiya qilib, mana shu bo'yin aylanasini o'lchovini to'g'ri qilib olishingiz kerak. Agar bo'yin aylanasini noto'g'ri qilib o'lchov olganingizda ham yoqani tikkaningizda yo ortiqcha yoki tor bo'lib kelib qolishi mumkin. Endi bo'yni ochiqroq yoqalar, bo'yni ochiqroq yoqalarda misollarda asosan mana shunday holatda bo'yni ochiqroq holatdagi yoqalarda mana bu yoqalarimizda ham masalan modellashtirganimizda buni ochiqroq holatda ham modellashtirib olishingiz mumkin. Bu formasini o'zingizning xohishingizga qarab ochib olasiz. Bu stoyka yoqaga o'xshab bo'yin yopishib turmaydi. Ozroq ochiq holatda turib beradi. Har qanday yoqalar ham bo'yinning tuzilishiga qarab, fasonga qarab ochib olasiz. Ayrim tikuvchilarimiz bor, bilmasligi mumkin. Hamma bo'yin qismini bir xil tarzda o'yib olishi mumkin. Shuning uchun bu xatoni qilmang. Avval asos andozada modellashtirib, iloji boricha chizib, katta andozada ham chizib, maketini qurib, so'ng bichib olsangiz juda ham chiroyli bir tikkaningizda qolib tushib beradi. Mana shu bo'yni ochiqroq yoqalar uchun xuddi shunday o'yasiz. Ya'ni bo'yin qismida 3 sm, orqa qismi teng yarmi doim va oldi qismini aynan 3 sm bo'lsa 3 sm qilib o'yib olasiz. Bu esa tugma o'tish haqi hisoblanadi. Sizda mana bo'yin aylanasi, avval bo'yin o'yindisi, so'ngra yoqa tayyorlanadi. Bo'yin o'yindisini tekshirish, ya'ni mayinligi va mosligi, ya'ni bo'yin aylanasi mana bu joylari chiqib, kalta uzun bo'lib turmasligi uchun ham aytilgan. Mana shu holatini korreksiya qilib olinishi kerak. Fason modeliga qarab yoqaga mos holda bo'yin o'yindisi o'yishi va kengaytirish. Ya'ni fasonga qarab bo'yin o'yindilarini har xil holatda kengaytirib olasiz. Juda ham keng yopiqroq holatda, masalan, stoyka yoqa qilganingizda bo'yin o'yindisini katta qilib o'yib qo'ysangiz, stoyka yoqangiz mana shu joy juda ham xunuk turib beradi. O'sha uchun e'tibor bergan holda o'yib olish kerak. Agar klassik uslubli yoqalar uchun bo'yin o'yindisi yelka chizig'iga 1 sm dan 3 sm-gacha kengaytirish mumkin. Ya'ni klassika kostyum yoqalarimizda deyilgan 1 sm dan 3 sm-gacha kengaytirish berish mumkin ekan. Ya'ni mana shunday holatdagi yoqalarimiz bo'lishi mumkin. Kostyum yoqalarda ham xuddi shunday qilib kenglik berib olishingiz mumkin deyilgan. Bu ham mijozingizning xohishiga qarab. Orqa o'yinda yelkaga nisbatan 2 barobar kamroq o'yiladi. Mana shu orqa o'yindisi 2 sm bo'lsa, masalan, bu yoqdan bu tomonda esa 1 sm qilib o'yiladi deb aytilgan. Shunday qilib bo'yin o'yindisi haqida, ya'ni yoqalarni bichishdan oldin nimalarga ahamiyat berishimizni sizlarga tushuntirib o'tdim.